Bilasizmi Shahzoda, to'xtab turing, ketib qolmay turing. Menimcha bizani ashulamiz sal muxlislarga qiyinroq bo'lyapti-da. Turu degan so'zni aytish bor-ku. Sezmadingizmi? Hozir men sezdim. Hammaning tili kelmasa ekan, tururu deyolmayapti-da odamlar. Yo'q, men keling keyin qo'shig'imizni qilsaychi. Ha, sal muxlislarga bo'lgan bir hurmat bo'lar. Nima deysizlar, ha? Yana bitta duet kutasizlarmi bizdan yo kerak emasmi? Xudo xolasa. Ketib qolmay turasiz. Endi qo'shig'imizdan kelib chiqqan holatda qolaversa bugun nafaqat meni muxlislarim bilaman, mana shu yerga tashrif buyurgan barcha qadrli yulduzlarimiz qolaversa sizni ham muxlislaringiz bor. Siz o'zi rashkchimisiz? Qo'shig'imiz rashk haqida, lekin umuman rashk haqida hech nima ko'rsatmaganmiz klipda. Lekin siz o'zingiz javob bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'zim rashkman me'yorda. Qanaqa xohlagan paytingiz rashk qilasiz, xohlagan paytingiz qilmaysizmi? Qanaqa me'yorda? Menimcha buning darajasi qanaqa? Men buncha bormi? Bu sizdan o'lchagandanmi yo'q qanaqa? Ozgina. Ozgina. Demak, sizda ishonch bor, to'g'rimi? Ishonch bor. Yana bitta savol beraman, maylimi? Men qiziqdi mana agarda san'atkorlar mana hammamiz bir ko'chada yashasak-dek, mana men ham Chilonzor san'atkorlar uchun ajratilgan bo'lsa, masalan, Chorsida karnay sunnaychilik uchun bo'lsin, mayli, xo'p. Misolda endi bir ko'cha berilsa, endi butun Chorsini berib bo'lmaydi, bari chunki joy katta. Yana bir ko'chada yana bir sozandalar uchun, ovqatchilar uchun, yana kimlar uchundir, ishqilib ustalar uchun bo'lsa-da, shu qanaqa bo'lardi sizning uchun mana shu ko'chalar? Meni o'ylashimcha, jimjit mahalla bo'lardi. Nimaga deb so'ring? Nimaga unaqa bo'lardi? Chunki hamma san'atkorlar xizmatda bo'lardi. Kech payt 2 da osilib kelardi uyga. Bugungi odamlar yomon ekan, qo'yib yubormadi. Eshunday turibdi. O'zi bir ro'ga keldim, dejurligimni to'yxonaga borgandan keyin bilib qoldim. Bo'layapti bunaqa holatlar. Lekin men siz bilan bitta mahallada yasha olmasdim, Shahzoda. Nimaga? Bilmayman-u, meni turmush o'rtog'im san'atkorlanishda sizdan nimadir rashk qilib meni bor. Biz ko'chib ketgan bo'lardik. Karnay sunnaychilar mahallasiga. Men bilaman, bugun siz ayolingiz zalda o'tiribdi. 4-kun o'tiribdi. Hurmatli Irodaxon. Bir narsa deb qo'ying. Ulug'bek sizni juda qattiq sevadi. Shahzodadan. Ish boshqacha bo'lsa kerak. To'xtab turing. Navbatga yana bir mehmonimiz tashrif buyurgan. Biz va'da berganmiz kelayotgan muxlislarimizga. Qolaversa, meni konsertimga tashrif buyurgan muxlis hech qachon quruq ketmagan-da, Shahzoda. Buni o'zingiz ham bilasiz. Mayli, navbatdagi mehmonni birga e'lon qilsak, ha? Meni qadrdon ukam ko'p bir so'z aytish kerak emas deb o'ylayman. Davron Kabulov! Marhamat. Rahmat. Davron, sahnani sizga